Hop, odam juda ham zerikib ketdim. Ko'chaga bir chiqaychi. O'sha ko'cha. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men PowerX Minecraft. Bugungi videomizda maktab serialini ikkinchi qismini olamiz. Qani unda boshladik. Hop. Короче, do'stlar, men sizlarga bitta yangiligim bor. Men uyimni sotaman va kreditga bitta normalligina uy olaman. Juda xursandchilik, to'g'ri. Unda hozir borish kerak o'sha joyga. Lokatsiya tashlamayapti. Bitta aka tashlash kerak edi. U tashla. Buni do'stlar, mana ko'rib turganingizdek hamma narsani yo'q qildik. O'zimga olaman mana. Va ketdi o'sha joyga. Hop do'stlar, mana uyni ham sotoldim. Uyni sotib ham sotoldim. Hop do'stlar, va mana meni uyim. Kirib ko'rganman. Wow. Rostdan bu meni uyimmi? Wow, men baqa sofani qaranglar, kreslo, divan. Televizor ham bor ekan. Wow, pechka, hamma sharoitlar bor-ku baqa. Bak, divanmi nima bu? Mayli, e'tibor bermaysiz. Wow. Suv ham bor ekan, do'stlar. Baqa mazza ekan yashash. Bu xonasi bor ekan, baqa kirsak, bak ko'cha, wow. Zo'r joy ekan, do'stlar. Menga yoqdi lekin. Do'stlar, endi boyagi kuyib yotgan televizorimni sotdim ham. Do'stlar, mana hamma narsani joylab oldim. Endi uxlaymiz. Hop, qani ko'cha qanaqaga? Qorong'i tushibdi-ku, soat necha bo'ldi? Hozir ko'rib kelay. Yo'q, ne tez qorong'i tushdi. Hop, telefon olamiz. Telefon o'zimga ekan. Soat 10ga yaqin, 10 bo'ldi. 10:30 mayli uxlaymiz endi. Kimni uyi bu? Ikkinchi men uy oldim-ku. Bu soat necha bo'ldi? Bugun kun nima ekan? Bugun dushanba ekan-ku. Soat 8ga yaqin bo'libdi. Ketdik, maktabga borish kerak. Ketdik. Bularni oldim. Tez bitti kerak. Bular. Bu ketdik, do'stlar. Nima qilib turibmiz? Mana olish kerak. Suv, steak. Do'stlar, ketdik. Tez ketish kerak maktabga. Maktab qayerda endi? Maktab bu tomondami? Men baqa ana-ku bayroqchasi maktab. Ketdik. Juda ham uzoq bo'lar lekin do'stlar, o'zimning uyimni. Eski uyimga yaqin edi, lekin mana o'sha eski uyim. Hozir odam yashayapti. Mana mashina olaman. Juda ham uzoq ekan maktab. Ishlayman. Ertadan emas, bugundan boshlab. Assalomu alaykum, qorovul. Sen kechdingmi yana? Tez kel o'rniga. Qochdik do'stlar, qochdik. To'y.
Uf, kechikdim do'stlar. Ishqilib ustozim urishmasalar bo'ldi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Sen yana kechikib kelyapsan. Bu o'qiyapsan, zaxin to'laymi? Yo, jarima to'laymi? Yo, ustoz kechiring. 561 marta aytishingga kechiring. Qachongacha saytdan chiqasan? Bo'ldi, uzr ustoz. O'tir. Hop. Avval hamma uy ishini ko'rsin. Uy ishi? Hozir? Ustoz ona tildanmi? Shu. Bo'ldi, hozir. Hop. Mana tayyor. Ustoz mana tekshira oling. Bo'ldimi ustoz? Sen bilan hazillashyapsanmi? Nima yozib kelding? Ikki senga. Ye, ustoz. Mana uy ishi dedingiz, uy ishi yozdim. Sen tushunmayapsan, uka. Bo'ldi. Sen ket. Ertadan kelma. Hop. Do'stlar, qonim ochdi, ovqat yeylik. Sen ketda yo'q, asal bilyapsan sen buni. Hop, ustoz. Do'stlar, mana ishladim. Kech tushyapti. Mayli, ertaga mashina olamiz. Wow, do'stlar, mana mashinani sotib oldim. Wow, Nissan ekan mashina. Orqasiga spoilerlar ham bor ekan. Buni 5 pachka pulga sotib oldim. Bitta haydab ko'ray. Mana shuni haydab ko'rsin. Wow! Yomg'ir qo'yadi ekan. Juda ham tezroq ekan. Wow! Zo'r ekan. Xolos, men uxladim do'stlar. Do'stlar, bemalol shoshilmay yursagan bo'lar. Bo'ldi. Chunki nimaga deysizlar? Chunki men bugun ertacha uyg'ondim. Shuncha vaqt kech turardim. Do'stlar, endi mashinamga ketamiz. Hop, mana mashinam mashaqa turadi. Boshqa joy yo'q-ku, ko'chalarga qo'ymayman. Voh, ketdi unda. Do'stlar, mashina uchun joy ham bor ekan, Mana. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ham chetdan chiqildimi? Endi ertacha uyg'ondim ustoz. Men bu pul sizga. Nimaga? Endi qabul qilmayman dedingiz kecha. O'shanga bo'ldi. Qabul qilasiz endi. Birinchi savol o'sha matematika. Ustoz, bu juda ham osonku. Mana 95 100. Mana sen bahoying. Yulduzchalik, manachalik 5 senga. Yo, ustoz. Chindanmi? Ha, rostdan. Wow. Hamma uyga tursin. Yes. Do'stlar, aytgancha bu final qismi. Shuni aytish esimdan chiqib qo'ydi. Qani men toychog'im. Mana toychoqcham. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men PowerX Minecraft bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib ketinglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha. Bu maktab serialining ikkinchi qismi, ya'ni final qismi. Unda hammaga xayr. Sizlarni keyingi videolarimga albatta kutib qolaman.